Nexia bozorga kirdim. Zo'rlari chiqibdi, ezilmagan butunlari chiqibdi. Tozalari ham bor ekan Nexia 1da. Nexia 2larda ham tozalaridan eng zo'r ezilmaganlar obzor qildim o'rtoqlar. Ko'rsanglar, havasinglar keladi. Mana 2020-yil ekan o'rtoqlar, mana shu Largus ham holati zo'r ekan. Matizda puliga o'rtoqlar Kalina ham bor ekan, holati ideal ekan. Akamiz o'zim shu rolik qilib qo'ydim, pul kerak shekilli. Xullas, hamyonboplari ham bor, Nexia'ni zo'rlari bor. Mana shular toza konsener, pansionerlar bilan mana shularni ham o'rtoqlar ko'ringlar. Nexia 1 zo'rini olaman deganlar. Xullas, shu assalomu alaykum. Norinboshli bozoriga keldik. Zo'r video bo'ldi. O'tkazmasdan ko'rasizlar. Sizlarda ham sotiladigan mashina texnikalar bo'lsa, tepada raqam murojaat qilsizlar menga. Minglab odam ko'rgandagi klient ham shunga yarasha ko'p. Sizdan bitta iltimos pulni yo'l qilsanglar, sotib tashyapti odamlar. Buyurtma bilan chiqarmaymiz. Bozorga olib kel, yo'da tur qilganda yuzda maza qilib sotganga demaysiz. Buyurtma bilan chiqaraveramiz. Telegramimiz ham aktiv. Pastga o'tib obuna bo'lib qo'yamiz. Kichikcha avtoshahar chiqarib qo'yganmiz. Hamma yangiliklar, arzon mashinalar ana shu yerda. E'lonlar, dehqonlarni sotmasam bo'lmaydi deganlar ham mana chiqarib qo'yapmiz. O'tib obuna bo'lib ovoringlar mashinalari. Ketdik o'rtoqlar. Zo'r video bo'ldi. Maza qilib o'tkazmasdan ko'rishmasdan. Qani bismillah o'rtoqlar, mana Norinboshli bozori ancha avjida. Mana shu Nexia qatorga kirgim keladi. Norinboshli bozor Nexialar bir obzor qilgim keladi narxlarni. Shuni kelsam, yili yangiroq 2020-yil mayda Lada Largus turibdi. Largusga qiziqadigan so'raganlar ko'p. Telefon qilib aka chiqaring deganlarga tayyor mana 20-yil asijit bo'lgan aka deyaptilar. Xo'p, sostenasi yaxshi xudo xolasa. Probegi qancha dedilar? 300 ming. Yurgan deb aytayaptilar. Ko'ringlarchi sostenasini. Nima kamchiligi bor edi? Propan bor. Nechtalik? 65 talik propanda. Xo'p, bularda kondisioner bo'ladimi, bo'lmaydimi? Bora, kondisioner bor deyapti. Oynalar elektronda tushib chiqar ekan. Rullar gidravlika. Isida, sidina. Sidina isida. Kondisioner bo'lsa, gidravlik, ABS bor. Hamma sharoit bor, mana ko'ringlarchi. Lada Largus. Fikrga so'ramas ekansizlar, bu mashinalarda. Bu mashinalar haqiqatan hamma komfort bor ekanda. Orqa eshikni ochishda iloji yo'q, zapaskalari bor ekan mana. Propan tagida, ha? Nechtalik dedinglar? 65 talik. Qancha yurishini bilmaysiz? Yo'q, bilmayman. Yaxshi. Old kapotini ochaylik-chi. Bungacha men bu yonni ko'rsatib turay. Ha, bu tarafi. Ana motor 4-paketlik ekan, ha? Bu qanaqa motor? O'zi Renault motor deydimi? Avtovaz. 1.8 motor. Kamchilik yo'q. 2020 yili. 20-yil 300 ming yurgan. 8,5 8,5 kelishtirib beriladi. Ozgina. Bo'lida qilib, xohlasa. Kondisioner bor ekan o'rtoqlar. ABS. Ishi yo'q ekan, xohlasa. O shu Rossiyani Damas ekanda, ha? Ha? Rossiyaliga xalqroq mashina. Ha, yumshoqroq. Biz ozgina o'rganilmaydi. Komfort. Komfort. Xo'p. Qancha 8,5 deyapsiz? Ha, shunaqa. Kelishtirib beriladi, xudo xolasa. Ha, kelishsa, aloqaga chiqishsa, xudo xolasa kelish nima qilinadi? Shtir puli bo'lsa, mana. Hop. 7 uyoq bu yoq bitara. 7? Ha. 7ga ozgina. 7ga qo'shadi. Ozgina qo'shadi. Qo'shadi aka. Momo. Aloqaga chiqishsa, o'zimiz nima qilamiz? Momoda, endi shularni aniqlik kiritib ketamiz aka. Hop. Misol 4000 puli bo'lsa-chi? 3000. Ha. 1-2 oyga turib bering, misol 5-6 oyga turib bering deganga bormi yo'qmi? Kelishamiz. Bartergami? Kelishamiz, ha? Bering telefonni. Barterga emasmi? Aha. Nimaga kelishamiz? 95lik. Ha. 95lik. 0
010 2990. 2990 telefon qilaverasizlar. Bozoringlar bersin ha. Rahmat. Charchamang. Ismingiz nima edi? Jobirxon. Jobirxon murojaatlar. Hamma dokument joyidami aytganchilik? Joyida. Gazga urilgan. Gazga urilgan, hammasi joyida. General beraverasizlar. Generalni ham O'tkiz olamiz. Beriladi. Zo'r. Mana Noringa kelinglar. O'z Norin shu yerdansiz? Namangandan? Shahar. Namangan o'zi bozoringlar bersin. O'rtoqlar akamiz aytadi, bemalol tekshirib olaveradi. Kraskasi top-toza. Aslijitam ham qilinmagan a? Yo'q. O'sha radnoy holat. Radnoy holatda ekan. O'tib ketib turdi, mashina tikka bo'lib turibdi. Shunaqa bo'lsa kerak desa, haqiqatan toza ekan. Ko'ringlarchi, 2003 dedingiz-a? 2003-yilgi Nexia 1 mana. Mana balonlari ham zo'r ekan. Qancha yurib qo'yganmiz aka? 348. Halol 348 ming yurgan. Yashang. Mana ko'ringlarchi. Hop, bu Luxigana. Luxiga oynanglar elektronli bo'lar ekan. Mana sidena bar, xullas salonlar ham shkarnib turibdi mana. Yaxshi. Ochiq ekan orqasi. Metani bor, 100 talik bo'lsa kerak. Mana. Tagiga. Tagiga zo'r ekan. Zapaskasi tushmaganmi? Zapaskalar ham zo'r ekan-a. 100 talik ha bu? 100 talik temir gaz balon. Ana mashina. Bormi? O'sha birinchi Nexia'da ish qilib ketgan odamlar bo'lsa, bitta ko'ringlarda bir xudo xolasa kelishtirib berishadi. Mana kapotlariga aslijitam qilinmagan-da. Mana shunday holaticha. Ya'ni Xo'p, bu 1.5 motor ha? 1.5 motor, rullar gidravlika o'rtoqlar. Shu konditsioner yo'q xolos. Qolgan hamma sharoit bor. 2003-yilgi mana Devo Nexia, bu Devo-da, Devo. Xo'p. Nima deymiz? Kelishtiring. Ana. Sotilib ketsin xudo xolasa. Endi 4200 deyapmiz, yaqinlashib qolsa beraveramiz. Bozorda 42 deyapsiz. 4200 dollarga kelyapti. Aka 3,5 yo'q bu yoqda o'ynaydi. O'ynaydi. Bittada. 3,5 tepada bitadi. 3,5 tepami? Mabodo yetmay qolsa-chi. Yo'q, ajdaniyasi yo'q. Bizdan yo'q. Barter yo'q, ha? Telefon raqam bering. 95lik. 95lik 020 020 56 56 51. 51. Ismingiz nima? Akramjon. Akramjon aka, xudo xolasa faqat naqdga sotamiz. Faqat narsa. Shu beramiz, kelishtirib chiroyli qilib. Telefon hamma takliflar aytgansiz joyidami? Dokumentlar joyida hammasi. Gazga urilgan. Gazga urilgan. Nimasi generalni berasizlar? Generalni beramiz. Bozoringlar bersin. Mana havolanglar o'rtoqlar. Davom etamiz o'rtoqlar. Nexia bozoriga kirdik. Sizlardanmi? Yili nechi buni? 15. O, yili yangilardan. Bu lyuks. Super 5 konditsioner, 1.6 motor. 1.6 motor, super 5 konditsioner. Kraska qanaqa aka? Mashina bor. Mashina bor. Ichiga. Kapotida bor ekan o'rtoqlar. Qolgan joyi butunmi xudo xolasa? Bir olti 5 konditsioner gidravlika mana holatlari yaxshi ekan. Nech pul aka? 58 kamda. Ha? 58. 508 kelishtirib beraman aytadilar. Qancha yurib qo'ydik? 236. 236. O! Kirishimizga shunday mersurlar kutib olar ekan-a. Ishlaydi mana multi nimalari, knopkalari. Yo'q, hammasi emas. Ha, ulatsa bo'ladi. Tak, tablo Gentranikimi bu? Zavodskoy. Tesla monitor, Nesrol, video registrator, qimmatchi. Qaranglar. Oyna elektronniy super, xo'p. Tesla monitor dedingiz, ha? Tesla monitor, video registrator bor ekan mana. Salonlarimiz zo'r.
Tablolar. Qancha yurgan? Qancha yurgan? 236 ming. Halol, ha? 236 ming. Pultlari bor mana. Magikar pultlar bor. Video ana zadniy vid kameralar ham bor. Ishlaydi. Xullas, shumka bo'pti shekilli. Polni shumka. Hamma navrotlar qilib qo'yilibdi xullas. Olasizlar, ortcha rasxod yo'q ekan-a? Yo'q. Mana zapaskalargacha bor. Akkumulyator yangi qo'yilgan. Yangi akkumulyator qo'yilgan. Hop, mana balonlarimiz. Hop, aka bir kelishtirib bering bu yog'ini, xudo xolasa. Bayda sotmasangiz uyda ham olib qo'yishlar obunachilar inshaalloh. Mashina yaxshi bo'lsa bo'ldi, xudo xolasa. 5,5 ga beraveramiz. Bozorda qancha turibsiz? 8 kam bor, 8. Aka, ishtir puli bo'lsa, bir 5 pasga yurasizmi, yurmaysiz? Yo'q, past bo'lmaydi. Jo'pas bo'lmaydi. Mo'ljalga yaqin ketyapsiz. 5,5 dan mayli, barakasi lozim. 5,5 nozini o'tib beraman, yashang. Yetmay qolsa-chi? Bir 2 oy turib turing. Deganlarga-chi bir 3000 puli bo'lsa, Uzog'i bir oyga gaplashsa bo'ladi. Xo'p. Uzog'i bir oyga. generalni beraverasiz? Baholasi bo'ladi hamda. Bering telefonini. 91lik 91lik 358 358 66 66 99. 99. Ismingiz nima? Nozimjon. Nozimjon yoki Nozimjon aka deylar. Bozoringlar bersana. Sizlarga Nexia bilan mana bu eng lyuksiki. Yo'q, men 1900-yil konsertlari bor ekan. Akalar yo'llarga boshqa qo'ymaylik, iltimos Zo'r qo'yish. yo'llarga boshqa qo'ymaylik. Bajonli yo'llar Gibrid konser. Assalomu alaykum aka. Asosan siz yili nechi ekan buni? 15-yil. Kraskasi aka. Top toza. Yo'q, gap yo'q. 15-yil top toza Nexikka qidirganlar bo'lsa, hozirgina Nozim tumanining ishchilar xodimlari. gibrid Mana shu bozorimizni lyuksi. Hamma konsergacha ham bor. Ishlaydi, hamma yo'q. Qancha yurib qo'ydik aka? aldanib qolmasdan. Xolos. Tekshirib olaveradi. 100 ming yurgan aka xolos. Izilmagan Nexia qidirganlar bo'lsa, mana bu sizlar uchun. Salonlarimiz o'ynaylar elektronniy. Bozorga uni chiroyli qilib olib chiqishgan. Zavod holatidek kak, salafonlar kiydirib. Mana mana salafon kiydirilgan maqsad mana zavodskiy sijinaga nima bo'lmasin. 101.357 kilometr yuribdi mana. Ichlari ham radno ekan-a? Ichlari ham radno, orqasi ochiq ekan. 530 bu aydinaga 530. Bu aydinaga 650 damas. Siz kim o'zingiz olib qarashtirishni bo'ling. Nomerda ham taxtisiz-a? Bo'lingizni. 650 damas, 530 bu aydi. Siz kim o'zingiz olib qarashtirishni bo'ling. Shu qaysi kanalida? Avto shahar aka YouTube'da. Mana germetikalar, zapaskasi ham tushganmi, tushmaganmi? Yo'q. Ramoyda assalomu alaykum. Bir minut. Xo'p. Ko'ringlarchi. Aka puli nechi pul aka? Pulini 6,5 ozgina. Yo'lga mashina qo'ymaylik. Sotilgan mashina. Oltin pazda bitadi. Shitir pul bo'lsa oltin pazda yurasizmi aka? Yetmay qolsa-chi? Variant bormi? Telefon raqam bering-chi. 93 341 10 10. Ismingiz nima? Rasulbek. Telefon qilinglar, mana bozoringlar bersin. Hozir Nexia ko'rganimizda bu beskansioner variant ekan. Gibrid motor. Bu ham lyuks beskansioner deydi. 2000 lekin buni yili 2017-yilmi? 2017-yil. Kraskasini aytingchi. Kraskasi toza. 156 ming. Behazil. Toza. Tekshirib olaveradi. Tekshirib oladi. Qancha yurgandingiz? 156. 156 ming yurgan ekan o'rtoqlar mana Nexikka. Nexikkilarda ham butunlari ko'p ekan-a. Yaxshilari navor ekan mana. Moskvich zo'rlar chiqyapti-yu, ular chiqishmaydi. To'g'rimi aka? Shumka bo'lgan-a? Yo'q. Endi. Amochoq zavod. Ha, zavod qanday bo'lsa shunday, xudo xolasa. O'ynaylar ko'rib bilasiz. Lyuks deyilgandan keyin hamma yo'q elektronniy. 6,5 mingga tushdi. Qancha yurgandingiz?
156. 156 ming yurilgan ekan. Sikonimiz bor ekan akalar. Kelinglar. Yaxshi. İkinci siko bor ekan. Yangi. Xo'p. 2002 siko kelinglar. Qani, Kaparadi. bismillah. Ko'ringlarchi. Mana taglari ham zo'r turibdi ekan-a. Mashina zo'r. Ko'rsatmayman, maşallah. Chiroyli mashina ekan, xudo xolasa. Endi bitta shu kelishtirib berish qoldi xolos aka. Bir chiroyli qilib bering, sotilib ketsin xudo xolasa. Nech pul deyapmiz, nech pul qilib beramiz? Aka bo'ladilarga 6200 ga olgan tushib beramiz. 6200 ozroq. Mo'ljalga yaqin qilib aytyapsiz. Bo'ldi. Mabodo bir 4000 puli bo'lsa-chi, variant qilib berasizlarmi? Hali biror oy. Biror oyga turib berasiz, yashang. Barter ham bordir, ha? Bor. Xo'p. Telefon mashina. Devoga telefon raqam bering. 99 99 107 117 96 96. Ismingiz? Azizbek. Azizbek deb o'rnatildilar. Bozoringlar bersin, ha. Rahmat. Tak, davom etamiz. Mana Qo'qotirga ham o'taylikchi. Qo'qotirda ham nekchalar bor ekan. Uni konseri kimdan ekan bu? Bizdan. Assalomu alaykum aka. Assalomu alaykum. Yili nechi buni aka? 2010-yilgi Nexia 2 bu eng fulli. Lyuksi bu, ha? O'zingiz minganmisiz deyman, ha? 2011 Ha? Turishingizdan o'qituvchingiz bilinadi. Yashang, rahmat. Shunchalik. Xo'p, kraskasi bormi endi buni aka? Kraskasi kilodan borgan. Mana o'lib minganman. Necha yil mindingiz aka? 5 yil mingan. 5 yil mindingiz. 5 yil qarab chiroyli qilib mindim. Bir qo'ydim. Yo'q, o'qituvchilar chiroyli minadi. Ishga boradi, keladi. Xuddi shunday. Ja, borsalik mehmondoshga oilaviy boriladi, bo'lmasam o'qituvchi endi hammamiz ham ehtiyot qiladi. To'g'rimi aka? Yashang. Chunki dadamlar ham, ayamlar ham o'qituvchilar. Bitta narsa juda ehtiyot qiladilar hamma yoqda. Qadriga yetib. Xullas, aka, temaga qaytaylik. 1.6 motor, ha aka? Konditsioneri bor ekan, ishlaydi. Konser ishlamaydi. Ishlamaydi. Ko'rsatib olish kerakmi buni? Ya'ni freyonlarni qurib o'tkazib qo'ygan. Xo'p. Oynaylar elektron mana lyuksi. Qancha yurgan? 296.800. 296.800 kilometr yurgan ekan bu. Zo'r. Kraskasi qayerda dedingiz? Mana shu Kirlodi ozgina bor. Mana shu kirloda Bilinmaydi. bilinmaydigan ozgina petno deyaptilar. Temir. Yaxshi. 100 talik, ha? Temir bola. Suroglari bordir hali gazda. Biz Ha, bo'lar. bor. Mana orqalari ham zo'r turibdi. Zapaslar bor. Zapaskalari ham bor. Yaxshi, zo'r. Endi motorda rasxodlar yo'qmikin? Yo'q. O'zingiz nomingizda-da, ha? Gen beraverasiz-a, generalni qilib. Bo'ldi. Endi pulni chiroyli qilib bersangiz bo'ldi. Nech pul deyapsiz? 4.9 kelishtirib beriladi. Aka sotmagan narxingiz bo'ldimi? So'rashyapti, sekin. Nasib, ha? Mabodo bir yetmay qolsa-chi, bir 2.500 puli bo'lsa turib berasizmi bir 2 oyga yo? Naqdga sotamiz. Naqdga. Bering telefon raqam. 93 93lik 264 264 82 82 80 80. Ismingiz? Jahongir. Jahongir aka murojaat qilasizlar. Shu yerdamisiz? U uchrayapti. Uy joylardan ekanlar. Ko'pchiliklar bormi? Podpishka, like, podpilsa bozoringizni bersin, ha. Avvalinglar mana. Kimdan ekan bu akalar? Ha? Yili nechi? 12-yil. Hop. Nima deymiz aka bu holatda? Nima qilyapti frazi? Ha, mashkara. Yurgani 450 ming oldi. Yurgani 450 ming, hop. Kapot ol. Necha yedingiz yilini? 12-yil o'rtoqlar. Kapot? Kapot ol kirlo. Kirloda. Necha pul qilib beramiz? Hop, pulini aytingchi. 4300 kam bor. 4300 kam bor ekan o'rtoqlar. 4300 kam bor. Oynaylar mana elektronli. Qancha yurganmiz?
450 ming yurgan ekan mana. Ko'ringlarchi, xudo xolasa. Gazlari Şöyle chit qora ekanda va. Ozgina tor ekan. Nechtalik bu gaz? Bu 100 tami ki ya 80 ta şekilde? 80 dedi. Fark kichikroq shekilli. 80 dedi. 80 ta Victor. Men qarang, dokumentlarda hamma yo'q bo'lgan-a, kamchiliklar yo'q xudo xolasa. Bo'ldi. Nima deymiz, bu narxini qancha dedingiz? 4300 kam bor. 43, 4300 kelishtirib beriladi, ha? Qanchalar atrofida bitadi xudo xolasa? Qanada sizmi aka? 4 pasda bitadimi xudo xolasa? Bitiramiz, ha? Yetmay qolsa-chi? Yo'q, naqdga. Naqdga. Bo'ldi. Qani telefon raqam bering endi. 97 97 ha? 620 620 14 14 ismingiz? Barotbek. Barotbek. Barotbek nomeringiz qilsa. Hamma dokument joyida. Joyida. O'zingizlar nomidami? Yo'q, bizlar generalniyda. Aha. Dokumentdan muammo yo'q. Muammo bo'lmaydi. Bozoringlar bersin, ha? Rahmat. Xo'p, o'rtoqlar, o'zingizlarnikimi, tirikchilikmi? Dehqonlardan chiqibdi mana. Nexus 2 qidirganlar bo'lsa, 2009-yilgi Nexus 2 kraska qanaqa aka? Kraskasi endi Mana narigi, ya, mana krilosi almashgan. Narigi orqa kriloda ozgina joy ishlangan joyi bor. Mana bu krilo almashgan, keyin orqa kriloda ishlangan joyi bor. Bo'ldi. Bu o'sha 1.6 motor, ha? 1.6 gidravlika, bez konditsioner varianti ekan, ha? Ko'ringlarchi. Qancha yurib qo'ydik? 351 ming. 351 ming yurilgan. Bosaring orqani. Esimdan chiqib qoldi. Yuztalik temir gaz balon. Ana o'rtoqlar. Mana bu kolonka shekilli, yo Kolonka. usilitilmi? 3 litr. Usilitil bor ekan, ha? Mana tagi. Ko'rsatib olish kerak. Zichara rasxoti bor. Ustaga ko'radigan, ha? Tak. Xullas, olib minavuradi, ha? Nech pul ekan narxi? 3700. 37, 3700 kelishtirib beriladi xudo xolasa. Qanchalar atrofida bitadi aka? Tepasida bitadi. Shu tepasida bitadi. Xo'p. Mabodo bir 2000 puli bo'lsa-chi? Mana qaydan turibmiz? 2000 puli borga turib berasizmi? Naqdgami? Xo'p. Naqdga aka 3 tepasida yuradimi, yurmaydimi? Yo'q. 3 tepa. Telefon raqam. Telefon raqam. 93lik. 93lik. 069 069 6917. 69 17 telefon qilinglar. Ismingiz nima aka? Said Azam. Said Azam aka deb o'rnatasiz. Bozoringizni bersin. Rahmat, ha. Oktyabrda superdan topib qo'ydim sizlarga. Konditsionerlari bor. 1.5 motor ekan. 2005-yilgi variant, ha. Mana ko'ringlarchi, qiziqinglarchi. 100 talik temir gaz balon. Konditsionerlar ishlaydi. Rullar gidravlika. Motor rasxod yo'qmi aka? Yo'q, motori bir hafta bo'ldi, yangi. Ha. Koreyskiy variant. Koreyskiy variant. Qo'yildi. Olib ketgandan chiqib chiqmadimi hali? Chiqdi? Rabotchi motor. Rabotchi motor. Ha, bo'ldi. Ya'ni motor remont qilinganmi deb o'ylabman. Yo'q. Koreyskiy boshqa motor. Nima bo'lgan endi dokumentiga? Motor almashgan o. Xo'p, Nomeriga, bez nomer bo'lgan? gidravlika. Yo'q, uni undan qilib beradi. Shumka bo'lgan. Eshigi shumka bo'libdi o'rtalar. Opa. Xo'p, rullar multirul qilindi. Chiroyli qilib mana bu qaysiniki bu? Malivonikimi? Mana lyuks elektronik ekan, konditsionerlar ishlaydi dedingiz, ha? Endi probegi qancha ekan? Motor almashdi?
233 ming qotgan shekilli shunaqa. Orqasini bosib qo'ygan. Zapaska hamma yo'q bor. Gaz baloni 22 yangi. Yaxshi. Nech pul deyapsiz aka? 3200 kelishtirib beriladi. Qanchalar atrofda bitadi xudo xolasa aka? 3 bas yuradi inshaalloh naqd pulga. Naqdga. Ko'ramiz. 3200 deyaptilar, endi kelishtirib beriladi. O'zingiznikimi yo tirchilikmi aka? Yo'q, 1,5 yil bo'ldi olgan. Ha, o'zingiz dehqonsiz, yashang. Ana dehqonlardan avval. Endi qarang, kraskasi nima dedingiz buni? Kraskasini so'ramadim. Kraskasi mola aytib aytdi bor. Aytib aytdi bor. Ha, o'sha. Jali. Hali dumalab, nima olib ketgan mashina emas, ha? Ha. Qishloq ichida o'zim minganman. Bering telefon raqam aka. Xo'p, o'g'limning nomerini beraman. Ha, kimni nomer bersangiz ham bo'ldi. Siz shu mashinaga sotadigan odam bo'lsa bo'ldi aka. 685 18 93. 93lik 685 18 17. Ismingiz? Avazbek deyaverasiz. Avazbek aka Mirzatasar. Hammadagi joyda. Gen berasizlar, generalni beraverasizlar? Yo'q, generalni beraman. Ha. Endi hozir daverniz bera olmaysiz. yo davrimiz 5-6 oyga Ha, berilaveradi. bo'pti. Biror yilga. Kelishasizlar, ha. Bozoringlar bersin. Ha. Tak. Davom etamiz. Bo'lachi, taraflarda ham, oxirroqda ham nimalar bor ekan, neksiyalar. Neksiyalar kerak, javob zo'r qildik-a. Pensioner bu nechi ekan? 2016-yil. JM O'zbekiston. Sizdanmi? Yo'q, egasi yo'q. Egasi yo'q ekanmi? Agar toza bo'lsa 6000 uyoq bu yoq bo'lsa kerak. Yili ham 16. 6000? Ha, uyoq bu yoq bo'lsa kerak. Narx primera deyapman. Toza bo'lsa. Qurishidan tozaga o'xshayapti. Tak. o'n uchinchi yil diskansioner egalari yo'q ekan. Yo'q, damdor yotibdi. Opa, mana mashina kimniki ekan? Egasini ketib shekilli. Devo super salon degan ekan. Ko'ringlar, bu ham ana bu koreyskiy bu, xudo xolasa. Ana shuncha komforti bor. Lada. Yili nechi ekan aka? 2008. Kalina. Assalomu alaykum. Maylim ko'rsatib ketsam bo'ladimi? Bo'ldi. Nima deymiz? Nima kamchilik bor aka? 2008-yil. Kamchiligi yo'q. Kamchiligi yo'q. Ko'p kimdan ekan? Kraskachi aka? Toza kraska. Toza. Ishlovni beribsiz-a? Oynalar elektronli. Shu konditsioneri ham bor. Isitadimi? Yo'q. Isitmaydi, ana sideniyasi. Qancha yurgan? 300 ming yurgan ekan. Klassonik magnitolalar. Pultlari bor ekan-a? Mana. Propan. Karbon qilish istiyonlarni mana oldini ko'ringlar. Kraskasi nima dedingiz? Top toza. Zo'r ekan, sostenasi. Bamperlar chaqir chiqarishmi? Bu shumka bo'lgan shekilli mashina. Kapotdan vazmin turyapti, chiqyapti. Xo'p. Bu nechi motor bo'ladi? Priora 1.6 motor, 4-pokoleniya ekan-a? Gazdan top toza narsa ekan mana. Gap yo'q. Narxi nechi pul aka? Ha? 3000 kelishtirib beriladi. Yaxshi. Kelishinglar o'rtoqlar, mana
Video registratorlari bor. Matiz'da pul ekan to'g'risi. Bu faralar sal boshqacharoq ekan, ha? Buni ham turi ko'p shekilli. Birinchi katta kelimi. Orqasini ochib bering-chi. O'zi toza bo'lsin. Nimaga bamperlar bunday qilib ketdi aka? Bamperlar ishlanganmi-ku? Ya moyka-poykada ko'chirilgan. Xo'p, nechta bu tabletkadan ekan? 5 talik. 45 tane. Qancha yuramiz aka? Bunga. Qancha yuramiz bitta to'ldirsak? 5 kilometrdan ko'p. O'zingiz bilan yurganman aka. Kildan o'zim. 3000 kelishtirib beraman deyaptilar, ha? Mabodo sotmagan narx bo'lyaptimi, yo'qmi aka? Sotmayapti ekan. Kerak bermayman. O'rtoqlar, telefonni qilib, ovolasa xudo xolasa, sostenasi ham yaxshi shekilli. Motorlarda nima kamchilik bo'ladi aka? Motorlari yo'q. Faqat gazga yursa. Generalni berasizmi? Generalni berilar ekan. Aha. Tayyor ekan. Bering telefon raqami aka. 99 lik. 884 884 60 54. 60 54. Ismingiz? Elyor. Ilyarjon aka tomon chiqildi. Aka, bozoringiz bersin. Hammadagi bitta joyda. O'zim nomim. O'zim. Ana. Balon nechchilik ekan? 15 lik ekan. O'rtoq 3000 lik ekan. Matizlar ham 3,5 ming belgiga. 3000 kam bor ekan. Toza bo'lsa, tekshirib olasizlar. Turishi ham takoyda. Bo'yicha ketaversa xudo xolasa. Shu menimcha video yoqqan bo'lsa like, podelish qilishni unutmanglar o'rtoqlar. Qo'ldan kelgancha Nexia'larda narxlarni obzor qildik. Telegramga o'tib obuna bo'lib qo'yasizlar.